Eski domlarda nimasi yoqadi bilasizlarmi, aytaymi? Eski domlar oldidagi dvorlari, oldidagi territoriyalari ana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yashillik ko'p bo'ladi. Bugun obzorimizda 3 xonali kvartira, 72 kvadrat, 3-qavatda g'ishtlik domda, mikrorayon hududi. Kimga qiziq bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Narxi 61.500, yana ozroq savdosi bor ekan. Ipotekaga ham olsa bo'ladi. Aziz do'stlar, mana o'sha kvartira 3 xonali mikrorayon hududida. Narxi 61.500, yana savdosi bor ekan. Bemalol savdolashsa bo'ladi. Obzorda kirish qismidan boshlaymiz. Mana shu bizning kirish qismimiz, kirish eshigimiz temirdan, bir tarafi mebelni qilingan. 3 xona, aslida bu 4 xona edi, hozir 3 xona qilingan. Ya'ni mana o'ng qo'lda bitta yotoqxona va yotoqxonadan 3 metrlik balkon, ochiq balkonga chiqiladi. Mana shu. Mana shunday yashillik, bemalol tutib olib yesa ham bo'ladi. Mazali ekan. Va mana bu ikkita xonani bitta qilgan zal. Ko'rib turgan barcha narsalar qoladi. Juda ham fayzli, remontlari juda ham akkuratli qilingan. Konditsionerlari bor, televizor, soatlarigacha bor. Va keyingi xonamiz bu bo'lyapti. Yana bitta yotoqxona. Juda ham katta yotoqxona ekan. Mana bu aslida 6 metrlik balkon, yarmi yopilgan. Skvoznoy planirovka bo'lyapti. Derazalar almashgan, akfa qo'yilgan va oshxona qismini ko'ramiz hozir. Mana shu bizlarda oshxona qismi. Uyimiz sal planirovkasi o'zgartirilgan, o'zgartirish kiritilgan va 6 metrlik balkonni yarmini hojatxonaga bo'lingan. Barcha sharoitlar bor. Kir yuvish mashinasi, umumiylik, hammom, yuvinish xonasi, hojatxona, umumiy xona. Bu yerdan ham bemalol yuvinsa bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz 3-qavatda, qishlik domda, eski dom, mikrorayon hududi. 72 kvadrat, narxi 61.500 va savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga murojaat qilamiz. Tezda baraka qilamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Rahmat.